Sizlar bilan Instagram orqali gaplashamiz. Hammaga salom. Instagram ham kiryapti. Sekin-asta. O'zimni olay. Hammaga salom. Ovozlarni sozlab olamiz. Plus qo'yinglar agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa. Instagram yozamiz. Ovoz normal eshitilayaptimi? Salom hammaga. Qirolichalar. Instagramga nimadir bo'lgan, umuman o'zgarib ketgan algoritmi. Ura, eshitilayapti. Qirolichalar, sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Primoy efirda nimadan boshlaymiz? Qani nima haqida gaplashish xohlaysizlar men bilan? Nimalarni o'rganish xohlaysizlar? Nima muammo? Nima uchun meni kuzatasizlar? Qatdan kuzatyapsizlar? Yoshinglar ozgina qisqa yozinglar. Men sizlar kim bilan gaplashayotganimni his qilishim uchun. Tak. Qo'shilishyapti birin-ketin. Yozinglar qirolichalar. Instagram juda ham o'zgarib ketibdi umuman algoritmi. Farg'onadan. Toz pastga og'ib ketyapti, maslahat bering. Bir kun o'qiyman kursingizda deb kuzataman. Nechta tuqqansiz Shohsanam? 2ta tuqqanman, 2ta farzandim bor. 10ga va 8ga kirishadi bu yil, xudo xolasa. Aktivroq bo'lamiz. Qani Toshkentdan, Navoiydan 21 yoshman. Sizga ajoyib mashqlar berganingiz uchun kuzataman. Samarqanddan, Samarqand go'zallari ham bor. Farg'ona, kursingizda qatnashdim. Juda ham zo'r, charos. Qanaqa natijalar yoqdimi sizga? Charos ozgina gapiring. Bajardingizmi? Meni kursimda qatnashgan qirolichalar уже agar aytganimni qilgan bo'lsa, mendan qochib keta olmaydi, men bilan ipsiz bog'lanadi. To'g'ri, ovqatlanish haqida hozir qattasiz. Tak, уже u yog'i sal ko'rinmayapti. Bu yoqdan kuzata olamanmi? Sog'lom hayotni tanla. Hozir qayerdaman? Men ishdaman hozir. Sog'lom hayotni tanlaganingiz uchun ham kuzataman. Va men yuqumliman, sizlarga ham yuqtirmoqchiman. O'zgarishlar juda ham ko'p. Nafaqat tashqi tomonda, balki ichki olamimda ham transformatsiya dahshat ketyapti. Men buni ham bo'lishim kelyapti, tushunasizlarmi? Natija mazza, charos. Natijalar yoqimli, harakat qilasiz va har harakat qilganingizda o'yinida natijasini ko'rib tursangiz, bu motivatsiya beradi. Sevib qolasiz mashqlarni. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan kuzataman sizni. Faqat kuzataman. 3 yildan bir kuzataman debdilar yagona. Juda ham xursandman qirolichalar, men bilan birga ekanligingizdan. Bugun sizlar bilan ko'p narsalar haqida gaplashamiz. Foydali bo'lishini xohlayman. Bu yil marafoningizni sotib oldim, boshlanishini kutyapman. Kim уже o'z joyini egallagan bo'lsa, qirolichalar, sizlarni tabriklayman. Eng zo'r tanlovinglar bilan xudo xolasa dushanba kuni boshlaymiz. Ungacha esa sizlar bilan soch to'kilyapti. Soch to'kilyaptimi? Demak, bu zvanochik, qo'ng'iroq. Qarish prosessi boshlandi degani. Balkim yoshingiz nechida bilmadim. Sizni kursingizga qatnasha olmayapman. Yaxshi niyat yarim mol. Agar chin dildan xohlasangiz o'xshaydi. Yuz osilishiga qanaqa mashq qilsa bo'ladi? Shu haqida ham gaplashamiz hozir sizlar bilan.
ozgina sizlarning savolinglarni eshitib olay, keyin sizlar bilan to'liq shu haqida gaplashib chiqamiz. Hozir bilasizlarmi? Sizlarga ham juda ham qiyin aslida. Rostdan men sizlarni his qilib turibman. Qanchalik informatsiya ko'p. Instagram to'la bloger, qaysiga nimaga ishonishingizni bilmaysiz. Balkim kurslar sotib olgansiz. Bilmayman, qanaqa natijalar aldangansiz, qayerdadir natija oldingiz, ishonch kimdadir bor, ishonch kimdadir o'lib bo'lgan. Tushunyapsizmi? Men siz juda ham yaxshi, yuzingiz chotki, rahmat. Srazu bilishadi meni qirolichalarim qanaqa o'zgarishlar, nima pul yutib olish uchun qay darajada o'zgarish kerak. $1000 yutishni xohlaydigan qirolichalar ham bor. Qorin chiqqan, lekin ozg'inman. Вот. Aha, давайте endi bo'yin grijasi bor. Aha, yozinglar. Endi bo'yin grijasiga keladigan bo'lsak, sizni hozir bo'yin grijasi bezovta qilib qolgan bo'lishi kerak emas, qirolichalar. Agar marafonga kirayotgan bo'lsangiz, bir og'rib tursa, bu norma. Agar shunchalik уже bezovta qilib qolgan periodi bo'lsa, mashq qilish mumkin emas. Shuni ahamiyatga olinglar. U grija uxlagandan keyingina ehtiyot bilan meni aytganlarim qilib, tushunib, bo'yin marafonida trener maslahatlarini olib bajarish kerak. Grijasi borlar, protruziya, osteoxondrozi borlar, hazillashmaymiz. Va endi men kommentariyalarni o'chirib turaman chalg'imasligim uchun. Ой, завершить mas. Вот. Выключить комментарий. Endi qirolichalar, men sizlarni juda ham yaxshi tushunaman. Hammani hozir shunaqa informatsiyalar hamma yoqdan yog'iladigan уже bo'lib ketdi. Sizlar charchadinglar. Miyamiz xuddiki kompyuterni protsessi o'xshaydi. Har bitta reelsni ko'rib o'tirasiz, hammani eshitasiz, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Miya portlab ketaman deydi. Xo'j, kompyuterimda перезагрузка qilsa bo'ladi. Miyani-chi miya? Miya shunaqa polkalarga hamma informatsiyalarni saqlaydi, bilasizlarmi? Keyin sizlar o'tirasizlar. Voy, men charchadim. Hech narsa qilmasdan ham odam charchaydi. Hali kun boshlanmasidan, endi uyg'onganidan charchaydi bir xil odamlar. Nimaga? Chunki уже hali uyg'onmasdan reelslarni mana bunaqa qilib hammasini ko'rib chiqib, bu eng juda ham такой moment. Bu oddiy yotib ko'rish emas, bu to'ldiryapsiz. Mana bu korobkani kerak emas yoki qayerdadir foydali bo'lsa, u yaxshi. Kerak emas informatsiyalar bilan to'ldiryapsiz. Bu energiyangizni boshqalarga sarflab yubordingiz degani. Lekin qirolichalar, men sizlarga nimani o'rgatishni xohlayman, bilasizlarmi? Hozir hamma nima deydi? Masalan, bir xil blogerlarni kuzatsangiz, ko'p odam kuzatadigan blogerlar bo'ladi-yu, juda ham rivojlanib zo'r bo'lib ketyapti. Nimaga? Biz aytamiz, reklamadan pul topyapti, o'shaning uchun zo'r bo'lyapti deb aytamiz, lekin bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalar ham bor. Siz o'zingiz bilib bilmagan holatda mana shu blogerlarga просто hayotini kuzatadigan blogerlar bor-ku. Mana shunaqa blogerlarga siz energiyangizni berasiz. Bu energiya, bu sog'liq, bu pul, bu orzu niyatlar. Qachon siz diqqat e'tiboringizni nimagadir, kimgadir qaratsangiz, ko'p o'shani hayoti bilan yashab, siz energiyangizni beryapsiz degani. Tushundingizmi? O'shaning uchun ham ular gullab yashaydi. Agar siz foydali blogerlarni kuzatib, siz ham o'zgarish olsangiz, siz ham o'zgarsangiz, yaxshi tomonlarga, bunda balans bor, lekin siz o'zingizni energiyangizni to'g'ri sarflashni o'rganishingizni xohlayman. Chunki hamma yoqda informatsionniy oqim, potok to'lib yotibdi. Bu juda ham katta aslida muammo odamlar uchun, oddiy odamlar uchun. Hatto hamma uchun. Masalan, mana bir paytlar shu bog'lanib qolgan edim reelslarga. O'shaning uchun men sizlarga aytmoqchiman. O'zingizlarni birinchi o'ringa qo'yinglar. Prioritet o'zingizlarda bo'lsin. Siz sog'lom bo'lishingiz kerak, siz kasal bo'lmasligingiz kerak, energiyaga to'la bo'lishingiz kerak, maqsadingiz nimaligini bilishingiz kerak.
o'zingizda bo'lishi kerak. Kompasni mana shunaqa o'zingizga qaratishingiz kerak. Hatto blogerlarni emas, mayli, blogerlarni ham yig'ishtirib turaylik. Hatto masalan, yoqtirmaydigan insonlaringiz bilan urushib, o'shalarga ko'p ahamiyat beraversangiz ham, ular ham zo'r bo'lib ketaveradi. E'tibor berganmisiz? Bularni ham yo'qotish kerak. Diqqat, e'tiborimizni o'zimizga qaratishimiz kerak. Shunda nimaga menda bo'lmaydi, ularda zo'r emas, sizda ham zo'r bo'ladi. Keyin yana bitta momentni aytib o'tmoqchiman, qirolichalar. Ozgina o'zimni tematikamdan sal chetlayapmiz, yo'q. Lekin bu global muammolar aslida. Sizlarga ham bo'lishkim keladi, o'zimni anglashlarimni. Nima demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Valin. Gapim esimdan chiqib qoldi. Ladno. Kelinglar, mayli, o'zimni temamga qaytamiz. Tak. Zo'r gap aytmoqchi edim, esimga tushsa aytaman. Endi biz nimaga yig'ildik? Yo bel grijasi bor dedi, kimdir bo'yinda grija bor, boshim og'riydi, bukchayaman, qorin bor, ozg'in bo'lsam ham, hatto ichim keladi har kuni, lekin men semizman-u, men atyoqman-u, nima deysiz bunga degan har xil savollar keldi. Bilasizlarmi? Siz har kuni 1-2-3 marta chiqayotgandirsiz, lekin bu degani kanalizatsion trubalaringizda kuxnyaning trubasi hali zasareniya bo'lishdan oldinda yo'q bo'lib atrofi yo'q bo'ladi, keyin batamom yopiladi-yu, xuddi shunaqa sizda ham atyoklar har xil zonalarda yig'ilib qolgan. Tushunasizmi? Har xil zonalarda yig'ilib qoladi va turib qoladi. Ayniqsa baqbaqada, yuz osilishi, ko'kraklar osilishi, qorin osilishi, qo'llar bilqillagan joylar, xullas kalom, bu atyok. Asosiy qismi atyok. Nimaga bizani aytadi, odam 70-80% suvdan iborat deb tasavvur qilsizlarmi? Undan tashqari atyokni ham yig'amiz biz. Atyok nimaga yig'iladi? Chunki sizda kun davomida stress hammada deyarli bor. Stressdan biz o'zimizni qanchalik harakat qilmaylik, baribir ham hamma stress bilan baribir to'qnashadi. Nimadir muammolar, kim bilan kelishmay qolishi mumkin yoki prosta reels ko'rib stress, chunki ularda zo'rroq hayot, menda nimaga unaqa emas, u nimaga bunga erishyapti, nimaga menda emas va hokazo. Turgan bitganimiz stress bo'lishi mumkin, tushunasizlarmi? Lekin mana shu stresslar izsiz qolmaydi. Mana shu stress mana shunaqasiga qisib olganki, sizni atyoklaringiz ham yurmayapti. Tiqilib qolgan, baqbaqa osilgan, qovoqlar osilib, sochlar to'kilib. Soch nimaga to'kiladi? Sochning tagida ham atyoklar bor. Qon aylanishi yaxshilanmaydi, qotib ketyapti. Harakat yo'q, zastoy, tushunasizmi? Va sochlar to'kilishni boshlaydi. Yuz osilishi boshlaydi mana shunaqasiga. Qovog'imni oldiraman deysizlar, keyin qovog'i oldirgandan keyin faqat mana shu joyida oldirdingiz, lekin bu qovog'ingiz faqat mana shu to'xtadi degani emas. Qovoq dalshi ketgan, davomi bu zanjir va vaqt o'tgan sari yana shunaqa pastga tushishni boshlaydi. Biz esa tabiiy boshqalarga o'xshab qolgan bashara bo'lmasdan tabiiy qoshimizni o'zimiz tabiiy orqaga qaytara olamiz. Sochimiz ham to'kilayotgan bo'lsa, biz uni qayta jonlantira olamiz. Tushunasizlarmi? To'kilmaydigan qila olamiz o'zimizni harakatimiz bilan. Va bo'yin bu yerda nima aloqasi bor? Bo'yin nimaga ishlashimiz kerak? Men tushunmayapman. Sizni marafoningiz boshimga uramanmi? Bo'yin qorin qil, ozish qil, unaqa deyishingiz mumkin, lekin bo'yin bu ключевой zona. Hamma mana shu atyoklarni yuradigan yo'li bor. Yuradigan yo'li bu oyog'ingizni uchidan tepaga bo'yinga chiqadi, keyin bo'yinga qo'yilib, keyin chiqib ketadi. Bo'yningiz yopiq bo'lsa, chiqib ketadigan yo'l yo'q. O'shaning uchun biz akkuratna, gрамотно atyoklarni oyog'ini uchidan tortib, boshimizni uchidan tortib, qorin eng ashaddiy joy. Mana shu kanalizatsion sistemani, limfa sistemasini, atyok haydaydigan sistemani va mana shu yerda qorinda dahshat to'planadi. Stress, напряжение, atyok.
Bilasizlarmi, qorin baqbaqani ko'rasizda, lekin tagida nima bo'lyapti, organizmning ichida nima bo'lyapti siz bilmaysiz. Hatto uni tasavvur ham qila olmaysiz. Aysbergning uchini ko'rasiz xolos. Ichingizda ichki organlaringiz qanaqa qiynalyapti, bundan xabaringiz yo'q. Masalan, ko'krak osilganini ko'rasiz, lekin bu zastoy degani. Zastoy bor joyda kasalliklar bo'ladi. Osilishlar, xunuk kasalliklar. Va mastopatiya, unaqa degan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Tushunasizmi? Uning uchun biz har doim mana shu kanalizatsion sistemamizni har kuni ishga tushirishimiz kerak. Chunki uni ishga tushiradigan nasosi yo'q. Xuddi yurak qonni haydaydi-yu, limfani haydaydigan mana shunaqa nasosi yo'q. Nasosni biz o'zimiz ishga tushirishimiz kerak. Nasos bor, masalan, diafragma. Diafragma hammada ishlamay qotib ketgan. Chunki biz yuzaki nafas olamiz. Mana shunaqasiga bu kuchaygan deb qo'yamiz. Bo'ldi, bir esga tushgan. Tushunasizmi? Mana bu diafragmani ishga tushirish kerak. Diafragma spazmda nafas olish mashqlari bilan ishlaymiz va hatto shu nafas olish mashqini o'zida ham otsyoklarni dahshat ketkazish mumkin. Va to'g'ri suv ichish orqali, to'g'ri suv ichishni o'rganamiz sizlar bilan. Turmush tarzimizni вообще umuman sog'lomlashtirishga harakat qilamiz. Nomiga emas, majburlab emas. Men majburlash tarafdori emasman. Dietalar qilib yoki majburlab mashqlar qilib emas, tanani sevib, tana o'zi biladi. Bilasizlarmi? Tana o'zi juda ham yaxshi biladi. Nima xohlayotganini, nima kerakligini, nima qilish kerakligini u juda ham aqlli. Masalan, men oldin shirinlikni yesam maza qilardim. Hozir men shirinlik yesam shunaqa bemaza, shunaqa achimtir tamki tanaga yoqmaydi. Maza qilib yeyotgan odamlarni ko'rib, qani mana bitta yeb ko'rsam, og'zim shunaqa bemaza tamga aylanib ketadi. Tushunasizlarmi? Qanchalik odamning retseptori buzilib ketgan hozirgi zamonda. Shirin deb maza qilib o'zingiz zaharlayverasiz. Eng achinarlisi nimada, qirolichalar bilasizlarmi? Masalan, margarinli narsalar juda ham ko'p yeymiz. Prям o'zimiz zaharlaymiz desak ham bo'ladi. To'g'ri ma'noda. Ko'p shunaqa produktlar bor. Yeyish kerak emas bo'lgan, lekin mana birdan kelib qolmaganman. Masalan, o'zim majburlab, yo'q, buni yemayman, uni unaqa qilmayman emas. Men уже oylik ravishda bu menga foydalimi? Men hozir shuncha harakat qilyapman. Bu menga kerakmi? O'zim hozir energichni his qilyapman, yosh his qilyapman. Kerakmi deyman. Yaqindan keldim. Ungacha men hamma mashqlarni faqat mashqlar, hamma natijalarimni faqat mashqlar orqali olganman. Endi mana shu oxirgi yillarda umuman ovqatlanishim ham oylik ravishda bo'lgan. Ko'proq menga foyda keltiradigan produktlarni qo'shib, kerak emaslarni sekin mana shunaqa natijaga chiqishni sizlarga o'rgataman. Yengil mashqlarni hayotingizga olib kirishni, ya'ni qilishim kerak emas, taningizni maza qilib, davay yana mashq qilamiz degan qilib hayotingizga olib kirishga men yordam beraman. Va oynaga qaraganingizda krasotka dvora degan holatga kelishingizga yordam beraman. Mashqlarni sevib qolishingizga, to'g'ri odatlarni kiritishingizga, Instagramda listach qilib, boshqalarni kuzatib, boshqalarga energiyangizni berib, o'zingiz yamaga tushib ketishni emas, o'zingiz ham rivojlanib, chiroyli bo'lib, yosharib, o'zingiz ham chotki ekanligingizni, ana kuzatayotgan blogeringizdan ham hatto orqada qolib ketar ekan, u deb o'zingizni samatsingiz balon bo'lib ketadi, tushunasizmi? Siz ham hamma odam aslida chotki qilib yaratilgan, chiroyli, sog'lom, yosh, prosta nosog'lom odatlar bor, nosog'lom ovqatlanish, turmush tarzlari bor, tushunasizmi? Xunuk odatlarimiz bor va bu bizni xunuklashtiradi, yalqovlashtiradi va hokazo. Tushunasizlarmi? Lekin odam o'zini sevishi mumkin va mashqlarni sevib qolishi mumkin. Mashq qilasiz, sira olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Mana bir paytlar umuman
sportivniy anaqalardan qochardim. Darslardan qochardim, pul berib yopardim. Men temayman, faqat miyada yashardim. Matematika bo'lsin, bunaqa fanlar bo'lsin, lekin men tanamdan foydalanmay, yo'q. Tana bilan ishlamasangiz, hammasi bir tiyin, tushunasizmi? Tana bilan ishlaysiz, hatto psixologiyadan o'zingni sev, o'zingni birinchi o'ringa qo'y, nimadirlar, u prosta gap bilan bo'lmaydi. Nimadir qilishingiz kerak. Nima qilish kerak desanglar, men marafonimga kirib, nimadir qilishingizni men aytaman. Shunda o'zingizni sevib qolib, o'zingizga hurmatingiz oshib, vaqtingizni o'zingiz tejab, o'zingizga qaratib rivojlanishingiz mumkin. Tushunasizmi? Boshqalarga sochmasdan. Va shuni biling, xayolingizda, faqatgina xayolingizda kimdirlar bilan storiesda gaplashdik-ku, xayolda men urishardim oldin desam, rosa ko'p qirolichalar yozdi. Men ham shunaqaman, menga ham o'rgating degan. Xayolingizda kimdirlar bilan urishib, xayolingizda nimadirlar bo'lyaptimi? Mana shuga ham hatto sizni energiyangiz ketadi. Energiyangizni siz to'g'ri направить qilishingiz kerak. Tushundingizmi? Va shunaqa odamlar bor, sizni energiyangizni shimadigan, o'zingiz bilmay qolasiz, bir xil bilan gaplashasiz, shunda mazangiz qochib, yuraklaringiz dukurlab ketadi. Sezasizmi shunaqa? Bir xil жалоба qiladi, noliydi, dardini aytadi, o'zingizni kemonaqa limonni qisib tashagan limonga o'xshab qolasiz, e'tibor berganmisiz? Shunaqa biz ko'rmaydigan narsalar, bilmaydigan narsalar bor. Ko'zimizni ochib uyg'onadigan payt keldi, qirolichalar. Tushunasizlarmi? Har bitta narsani iloji bor. Masalan, umurtqa bilan juda ham ko'p organlarimiz bog'liq. Qanaqa qilib hamma kasalliklarni yozib chiqibsiz? Iloji bormi? Shuni deydiganlar bor-da. Hammasi shunaqa bir-biriga bog'liq. Qachonki odam anatomiyasini juda ham yaxshi tushunsa odam va uni bir-biriga bog'liqligini, biomexanikani yaxshi tushunsa, bu oddiy fan bo'lib qoladi, oddiy. Lekin kimdir uchun mo'jiza. Odamlar qovog'ini olish uchun yoki yana yuzida o'zgarishlar bo'lishi uchun, baqbaqasini olish uchun bir necha ming dollarlab operatsiyalarga yotishadi. Qorin, biqinlarda ketkizish uchun, chiroyli qomatga kelish uchun bir necha ming dollarlab sarflab, hayotini garovga qo'yib, farzandlarini yoki oilasini omonat deb ketyapti chiroy uchun qirolichalar. Va men Piterga borganimda o'qishga biza haqiqiy odamni ochib ko'rganmiz 2 marta. Vrachlar bilan men qatlarda yurmayman. Men hozir o'qiyotgan bilimlarimni ko'pchilik o'ylaydi, borib tayyor o'qib kelyapti deb. Yo'q, men hamma yoqda sochilib ketgan bilimlarni terib kelaman. Vrachlar bilan bitta joyga tushib qolaman. Men bilasizmi, o'zimga o'zim o'qituvchilik qilib, o'zim shunaqa izlanib yuraman, tushunasizmi? Hech kim menga tayyor deb berib qo'ymagan. Va mana shu haqiqiy odamni ochganimizda qanaqa qilib operatsiyadan keyingi holatni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qishda borganimda, noyabrmida 2025-yilda именно shunaqa odam tushdi, operatsiya o'tkazganda, shunda choklarini ochsa, tegi spayka bo'lib ketganda, tushunasizlarmi? Har bitta qilingan operatsiya izsiz qolmaydi. Spayka nimaligini bilasizlarmi? U spayka xuddi o'rgimchak to'ridek hamma organlar, atrofdagi organlar mana shu qisib, unaqa bir-biriga anaqa bo'lib ketganda, nima deydi? Aralashib, yopishib ketganda, tushunasizmi? Lekin ichki organlarimiz hammasi bir-biridan alohida bo'lib, bir-biriga nisbatan harakatchan bo'lish kerak aslida. Lekin mana shu operatsiya bo'lgan joy spaychniy proses bo'lib ketgan va bu spaykalar nima qiladi bilasizlarmi? Bu spaykalar sizni yuzingizni ham hatto o'sha joyga tortadi. Yillar o'tib keyin nima bo'lishini hozir hech kim bilmaydi-da, operatsiya qiladiganlar. Hozir chotki bo'lib olaman. Lekin yillar o'tgan sari mana shu masalan qorinda bo'ldi, hatto kesir va
qilinganlar ham choklari bilan ishlash kerak. Hatto laparoskopiya, men o'zim ham laparoskopiya srochniy men bir ekstrenni bo'lganman. Shunaqa bo'lib qolgan. Hali oldin rosa kasal bo'lib yurardim. Gormonal sistemalar yaxshi ishlamaydi, to bo'qoq, to yayichnikda kista lopnutsa qilib ketgan. Mana shunda meni laparoskopiya qilishgan. Mana shundan menda men hali ham sezaman shu, mana shu 3 ta точечка qilishadi. 3 ta точечкада mana shunaqa operatsiya qilishadi. Men bunaqa ochib emas, lekin mana shu 3 ta точечка ham o'zini sezdiradi. Pastga tortilayotganini men his qilaman, tushunasizlarmi? Bu spike bilan ishlanilmasa, e'tibor berganmisiz? Tuqqan ayol bunaqa bo'lib qoladi. Nimaga? Kesrova qilgali vashshe egilib qoladi. Nimaga chokalar sekin tortishni boshlaydi. Tug'ish ham bitta travmadek gap. O'sha joyga напряжение qiladi va напряжениеda pastga tortish boshlaydi va siz yuzingiz sekin pastga nosogubka paydo bo'ldimi, slezka paydo bo'ldimi, unaqa bo'ldimi, osilyaptimi, ko'kragim, qorin osilyaptimi deyishadi. Lekin bu tanamiz bir butun, qirolichalar. Aldolmaysiz. Faqat mana bu tez olib tashladingiz bo'ldi, chotki bo'lib qoldingiz emas. Bu davom etadi. Operatsiyaga agar bu ekstrenniy bo'lmasa yotish kerak emas. Yo'q, undan keyingi rasplata to'lov juda ham yomon. O'shaning uchun operatsiya iloji boricha qilish kerak emas. Agar bu жизненно важно bo'lmasa. Tushunasizmi? Menda oldin kistalar paydo bo'lar, folikularniy anaqalar yorilmasdi vaqtida, to unaqa bilasizlarmi? Mana shu hammasi zastoydan kelib chiqadi. Qirolichalar, sistitlar bo'lardi men. Bilasizmi qanaqa u yomonligini, kasalligini? Men mana 34 yoshimda, 18 yoshimdan ko'ra o'zimni yaxshiroq his qilyapman. Kasalim kelsa, men 18 qizlik paytimda dabdalam chiqardi. Men dod deb shunaqa o'qishdan emaklab uyga kelganim eslayman. Lekin shunaqa hayot bor, og'riqsiz. Siz ayol kishimisiz, qiz bolamisiz, o'zingizni ustingizda ishlab, mana shu og'riqdan qutulishingiz mumkin. Siz bo'yin bilan ishlab, matka pushение, siydish olmasliklarga ta'sir qila olishingiz mumkin. Operatsiyasiz qilishga siz har doim harakat qiling. O'zingizni ustingizda ishlab, odam tayyor qisqa natijaga chiqib keladi. Kimdir nimadir qilib qo'ysa va manzur bo'lib qolish oson. Yo'q, qirolichalar. Unaqasi yo'q. O'zingizni o'zingiz aldamang va qiynamang tanangizni. Tanamizni o'zida bor hamma kerakli narsalar. Kollagen deysizmi? Kollagenni ham ishga tushirib yorsa bo'ladi. Hatto Alloh bizni juda ham mukammal qilib yaratgan. Hamma narsa o'zimizda bor. Lekin sizga nima deydim? Kollagen o'zingizda bor deb masalan hech kim pul ishlamaydi, to'g'rimi? Kollagen bor o'zingizda desa, siz masalan shu narsa sotib olmaysiz. Sizga kollagen sotsa, kimdir foyda oladi, to'g'rimi? Balkim siz ham foyda olsangiz juda ham yaxshi. Lekin krem yuzingizga sursangiz zo'r bo'lasiz deydi men reklamada. Lekin o'zing ham harakat qilib, mashqlar bilan zo'r kremdan ham zo'r natijalarga chiqa olasan yoki kosmetologga bormasdan demaydi hech kim. Nimaga? Chunki foydasiz unaqa deyish. Bilasizlarmi? Oson pul topish yo'llari bor va qiyin pul topish yo'llari bor. Masalan, men shunaqa yo'l tanlashim mumkin edi. Men shunaqa yoshardim va kremdan va kollagendan, mana shunaqa produktlardan desam, sizlar sotib olardinglar mendan, ishonardinglar, chunki odamlar o'zidan ko'ra o'shanaqa produktlarga ko'proq ishonadi, narsa, qanaqadir nimadir mataxlarga ishonadi. Va men oson pul topardim. Lekin men har doim nimagadir qiyin umuman pul topishda ham hamma narsada qiyin yo'llarni tanlayman nimagadir. Nimaga? Chunki o'zim natija nimadan oldim? Kremdan olmadim, yana nimadir mataxlardan olmadim. Lekin men shunaqa qilishim mumkin. Sizlardan foydalanishim mumkin.
Lekin bilasizlarmi, men realni sizlarni ko'zinglarni ochishni xohlayman. Kimdir qo'lida instrument bo'lib qolishinglarni xohlamayman. Bilasizlarmi? Chunki men uni o'zimga ravo ko'rmayman. Chunki men o'zim juda ham ko'p qiynalganman. Mana shu kremlarni kuzatib, bir marta kosmetologga ham borganman. Maza qilib yotib kelaman desam, bu hali sohaga kirmasimdan oldin mexanicheskiy tozalashga voydod deb qaytib kelganman. Shunaqa og'riqli bo'lgan. Tasavvur qilasizlarmi? Bir marta shu 2021-yildami, 20-yildami borganman va voydod boshqa bormayman, yo'q deb kelganman. Tushunasizlarmi? Men sizlarga nimani o'rgataman? Qirolichalar. Men sizlarga o'zingizga kerak bo'lganda doktor bo'lishni. Doktor deganda yana sizlarda ekstreniy nimadir holat bo'lsa, men o'zimga o'zim doktorman emas. Doktorga borish kerak, lekin sizda xronический qanaqadir kasalliklar, grijja, osteoxondroz, matkapushение, CD usholmaslik, ichki organlaringiz ichi qotishi, mana shunaqa kasalliklar bo'ladi-yu. Siz o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz. Siz o'zingizga o'zingiz doktor bo'la olasiz. Yelkangiz og'riyapti, qo'lingiz og'riyapti, davleniya bo'lyapsiz yoki bosh og'rig'i, bo'yinda, yelkalarda, qo'llarda uvishlar, mana shu holatda siz o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz. Bel og'rig'i, qaynotamni beli og'rib qolgandi 2 yil oldin, 1 yil oldin eslamayman va doktorlarga telefon qilib, menimcha grija, yotishga boraman, nimadirlar deb gaplashganlar. Keyin men ularga mashina o'rgatganimda haligacha ham qiladilar. Bir kunni ichida men yengillashdim. Menga telefon qilishyapti. Men aytaman, "Yo'q, kerak emas. Men o'sha oddiy bo'lib ketdim." Tushunasizmi? Lekin masalan, ular borishlari mumkin edi. 10 kunga qanchadir deyishdi, 5 million, 10 million deyishdi va lecheniya olasiz va bu qanchadir muddatga o'sha grija bo'lsa, bel og'rig'i bo'lsa, uxlatib turadi og'riqlarni, lekin bu grijani yo'q qila olmaydi. Yo'q qila olasiz, og'riqlarning sababini yo'qota olasiz siz, faqat o'zingiz. Tushunasizmi? Shunaqa doktorlar yoki dori-darmonni ketidan yugurishini emas, men o'zingizga doktor bo'lishini o'rgataman. Informatsiya beraman va yuzingizni ham kimdir orqasidan yugurib yoki operatsiyalar qildirib emas, o'zingizga har kun ozgina vaqt ajratib yosharishni, gullashni o'rgataman. Energiyani ko'fedan emas, energiyani o'zingiz ishlab chiqarishni, kollagenni kimdandir sotib olib emas, o'zingiz mashq qilib kollagen ishlab chiqarishni, o'zingiz to'g'ri odatlar qilib, masalan, hech kim aytmaydi, vaqtli uxlasang, vaqtida uxlasang, san mana shu kollageningdan ko'ra ming bor yaxshi natijalarga erishasan deb. Chunki bu pulli emas, tushunasizmi? Pulli emas. O'shaning uchun biz to'g'ri odatlarni sizlar bilan o'rganamiz. To'g'ri odatlarni. Qaranglar, hatto mashq qilmasanglar ham, odatinglarni to'g'rilasanglar, bu safar premium tarifda masalan to'g'ri chaynash, to'g'ri yutinishlarni o'rganamiz. To'g'ri hatto nafas olishda ham yengilliklar bo'ladi. Oldin qatnashganlar uchun ham yengilliklar bo'ladi. Nimaga? Yuzingizda yanada chiroyli garmonizatsiya bo'lish uchun yanada qanaqa to'g'ri nafas olish kerak. Mana shunaqa odatim bor. Ikir-chikirlargacha hamma narsani o'rganib, butun boshim bilan kirib ketganman bu sohaga. Chunki o'zim yonaman, o'zimga kerak, tushunasizlar? Va to'g'ri chaynash, to'g'ri yutinish orqali ham yuzimizda yanada, biz bilasizlar, necha marta yutinamiz kuniga, necha marta chaynaymiz. Mana shuni o'zini ham hatto sportga aylantirish mumkin. Tasavvur qilasizlarmi? Faqat yashashinglarni ham sportga aylantirish mumkin. Chaynash, nafas olishni to'g'ri nafas olib, yutinishni to'g'ri yutinib, tushunasizmi? Mana shuni o'zida ham ancha muncha natijaga erishsa bo'ladi. To'g'ri suv ichib, rejimimizni to'g'irlab, tushunasizmi? Hatto mashqlar qilmasdan, tushunasizmi? Agar shunchalik dangasa bo'lsangiz, mana shu odatlaringizni to'g'irlash orqali. Oddiy mana shu to'g'ri yurishni o'rganib, yuramiz baribir, qayergadir boramiz, qayergadir nima qilamiz, to'g'ri yurishni o'rganib, hatto yo'lakay, tushunasizlarmi? Shunaqa zo'r bilimlar bor. Sizlar hali buni tasavvur ham qila olmaysizlar.
Shunaqa yana yangi bilimlar qo'shdim. Yanada tanamizdagi stresslarni, turib qolgan har bir stresslarni sekin-sekin ularni bo'shatib, напряженияларni yo'qotib, отекlardan xayrlashib, tana gullaydigan, maza qiladigan. Biza afsuski hamma e'tiborimizni boshqalarga, birovlarga, nimadirlarga qaratamiz, lekin o'zingizlarga qachon diqqat e'tiboringlarni qaratgansizlar, qirolichalar? O'zingizlarga qo'linglar, oyog'inglarni his qilyapsizlarmi? Taninglarni his qilyapsizlarmi? Har doim uni qilishim kerak, idish ovqat qilishim kerak, bolalarga qarashim kerak, uni buni deymiz, lekin tanaga qachon ahamiyat, diqqat e'tiboringizni qaratgansiz? Tanangizda o'zingizni qanaqa his qilyapsiz, qirolichalar? Unutib qo'ydingiz? Agar oldindan kuzatayotganlar bo'lsa, balkim unaqa emas, lekin biz odatda tanamizni unutib qo'yamiz. O'tmishlarda yashaymiz, kelajaklarda yashaymiz, kimlar bilandir ham o'zimizni solishtiramiz, kimlar bilandir ham biz urushamiz, raqobatga tushamiz va hokazo. Mana shu hammasi tanaga ta'sir o'tkazadi, stress ko'rinishida, напряжение ko'rinishida, blok ko'rinishida va u bizni qaritadi, kasal qiladi, yoshimizga yosh qo'shadi, xunuvlashtiradi, lekin qisqa muddatda biz ularni qaytara olamiz orqaga belni ingichkalashtirib, popalar dumaloqlashib, 3D popa bilan ishlaymiz. Premium tarifida qo'shimcha yana ozgina yengilliklar kiritiladi. Aynan popani persik qiladigan va maxilla bilan ishlaymiz. Maxilla mana shu tepadagi jag'ni maxilla deyiladi va mana shu qismda biz ko'pincha his qilamiz mana shunaqa pastga tushib ketishini. Men buni bir 2-3 yil oldin o'zimda his qildim. Diareya bo'ldi men bilan. Juda ham kuchli diareya bo'ldi va men mana shunaqa yuzim bunaqa bo'lib qoldi, osilib qoldi. Birdan ichiga kirib, mana shunaqasiga nosogubkalar paydo bo'ldi. Mana shunaqa osilishini boshladi. Men qo'rqib ketdim. Men bilan nima bo'lyapti? Birdan qarib qoldim. Mana shu ichkariga kirib ketdi yanoq va mana shu paytda juda ham tanam kuchli stress olgan va qurib qoldi go'yoki. Lekin buni orqaga qaytarish mumkin. Bu juda ham qimmatbaho bilimlar. Qirolichalar maxilla bilan hozir bu go'zallik suyagi. Buni men bir necha yillardan beri o'qiyapman, izlayapman. Ko'pincha o'zimni boshimdan o'tkazaman sizlarga o'rgatishdan oldin. Va menga yordam bergandan keyin uning uchun men diplomlar olib kelaman, o'qib kelaman, izlanib kelaman va sizlar bilan keyin bo'lishaman. Уверенный bo'lib, tajriba o'zimda o'tkazib, yaqinlarimda o'tkazib, keyin natija bo'lgandan keyin sizlar bilan ham bo'lishish, shunaqa zo'r bilimlarni deyman. Premium tarifida bo'lishmoqchiman. Mana shunaqa suyi bilan ishlaymiz. Yuvelirniy ish, lekin odamlar bilasizlarmi, bunaqa natijaga operatsiyalar qilib yoki ortodontlar bilan breketlar taqib yo erishadi yo erishmaydi, tavakkal. Chunki breket taqqanda ham disfunksiyalar paydo bo'ladi, напряжениялар yig'iladi. Chunki baribir inородное тело qisib qattiqdir deformatsiya beradi, o'zgartiradi. Bu ham tana uchun aslida stress, tushunyapsizmi? Stomatologический mana shunaqa manipulyatsiyalardan keyin ham dahshatgina yuzda muammolar paydo bo'ladi. O'shaning uchun biz o'zimizga o'zimiz yordam berishimiz kerak. O'zimizga o'zimiz tanamizni stressdan, напряженияларdan qutulib, yordam berib, bo'shashtirib, shunaqa qilishimiz kerak. Va endi yuz haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'pchilik yuz yogasi, yuz fitnessi va hokazolar bilan natija olmoqchi bo'ladi. Nimaga hammada ishlamaydi? Kimdadir balkim ishlaydi, kimdadir ishlamaydi, kimdadir nabarotiga ketib qoladi. Nimaga? Chunki odamda itak stress ko'pda, напряжение yuzida bo'lsa, siz uni battar kachать qilsangiz, mышцalarini, mushaklarini o'zi itak stressda, itak напряжениеda turgan mana bu mышцalar, mushaklar battar yana kachать saqvot, tasavvur qiling, bu juda ham battar bo'lib ketadi. Uning uchun biz yuzimizni, umuman suyaklarni,
mushaklarni hammasini mana shu bo'shashtirishimiz kerak. Birinchi o'zi itak stressda qiynalib, bilasizlarmi, nervniy sistemamiz juda ham ko'p narsalarga nima deydi, ta'sir qiladi. Hatto bizni go'zalligimizga ham nervniy sistema. Oldin men mashqlar qilardim, zo'r qilardim-da, lekin shunaqa bir xil paytda dabdala ko'rinardi yuzim. Nimaga? Chunki menda stress juda ham ko'p edi. Stress, asabiylashardim. Men tashqi olamda, atrofimda bo'layotgan vaziyatlar, odamlar asabimga teggan bo'ldi-da, tushunasizmi? Shunchalik men hatto o'tmishimni ham o'ylab siqilar ekanman. Hatto kim nimadir deganlari yo'q, hammasi meni qiynaydigan narsalarim juda ham ko'p bo'lgan ekan. Va men psixologning ketidan yugurishni boshladim va bu juda ham oldindan boshlangan aslida. Psixologik kitoblar o'qib boshlaganman 2014-yilda tanishganman va sekin-sekin 2019-yilda birga yashashni boshlaganimizda yana psixologический o'zimda yomon vaziyatlar bo'lgan, qiynalganman va psixologический kurslar sotib olishni boshlaganman. Ozgina yordam beradi, yana nimadir, ozgina yordam beradi, yana sotib olaman, yana yordam beradi, qaytaraveradi. Va oxirgi yili men bo'lmay ketgandan keyin men уже psixologik konsultatsiyalarga borishni boshladim. Va men hamma bilan ham ishlay olmayman va bitta psixologga borganimda 4.200.000 mana shunaqa narxlar edi. Va men bordim, 3-4 marta bordim va borganimda, bilasizlarmi, har bitta konsultatsiyada bitta travma ishlanilyapti. Tushunasizmi? Unaqa travmalardan menda millionta tiqilib yotibdi-da. Men bir ozgina yaxshi his qilaman, yana o'sha ahvol, lekin shuncha vaqt ketyapti, shuncha yillar ketyapti, shuncha pullar ketyapti, lekin o'zimda natija bor deb aytolmadim-da. O'zim rosa harakat qildim, natija olmadim. Yo'q, natija yo'q. Tushunasizmi? O'sha qiynalib yashaydigan shaxsan ham o'sha bir xil qaytaraveradigan darslar hayotiy va hokazo. Va menda u borada ham yangiliklar bor. O'zimni juda ham yaxshi ko'z tegmasi, yaxshi o'zgarishlar bor menda. Bilasizlarmi, men psixologiyaga hech qanaqa qarshi anaqam yo'q, lekin menga unchalik to'g'ri kelmadimi deyman, psixologiya, men boshqacha hayotni boshqacha tomondan tushunishni boshladim. Qanaqa? Kvantoviy fizika tomonidan ko'proq tushunishni boshladim. Nimaga men bilan qiyin mana shunaqa vaziyatlar qaytarilaveradi, nimaga men o'zimni yomon his qilyapman, nimaga bir xil darslar qaytarilyapti, men bunga ta'sir o'tkaza olamanmi degan savollarimga javob topishni boshladim. Tushunasizmi? Ha, bizaga men oldin tushunmas edim, qirolichalar. Taqdir yozib qo'yilgan degan gap bor, lekin hammani o'zini qo'lida degan ham gap bor. Nimaga bu ikki xil? Nimaga tushunmas edim? Nimaga? Mayli, unda men taqdir yozilgan ekan, jim o'tiraversam ham bo'ldimi? Yozilgan-ku deyishingiz mumkin, yoki harakat qilsangiz nimadir yaxshi o'zgarishlarga erishasiz. Tushunmas edim, lekin bilsam, ha, taqdir yozib qo'yilgan. Lekin mana shu taqdirda sizni variantlar juda ham ko'p. Yo'llar juda ham ko'p. Mana shu har xil yo'llar berilgan, yaratgan tomonidan, Alloh tomonidan har xil yo'llar bor va sizning qo'lingizda qaysi yo'ldan ketish. Tushunasizmi? O'shaning uchun biz hayotimizga ham, umuman o'zimizni qanaqa his qilishimizga ham yaxshi ta'sir o'tkaza olamiz. Tushunasizlarmi, qirolichalar? Bu juda ham men uchun muhim. Nimaga? Chunki stress bilan agar kurashmasa odam, mana mashqlar qil, harakat qil, unda baribir qaytarilaveradi. Sikl повторяется, sikl qaytarib kelaveradi. Tushunasizlarmi? O'shaning uchun men bildim, nimaga men oldin ichki xotirjamlik menda bo'lmagan, nimaga men qiynalaverardim, nimaga men bilan shunaqa vaziyatlar bo'laveradi, men o'zgartira olamanmi, yo'qmi? Va ha, biz ham o'zgartira olamiz.
hammasini yaxshi tomonga o'zgartira olamiz. Hatto hayotimizga ham biz ta'sir o'tkaza olamiz. Biz hatto o'zimizni qanaqa his qilishimizga ham hammasiga ta'sir o'tkaza olamiz. Yaratgan bizni o'ziga o'xshaganroq ham qilib yaratgan. Bizda ozgina bo'lsa ham yaratuvchilik ham qobiliyati bor. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun agar siz o'ylaysiz, taqdir bo'ldi desangiz, yo'q. Siz hayotingizni ham, tashqi ko'rinishingizni ham, sog'lig'ingizni ham, o'zingizni qanaqa his qilishingizni ham, hatto boshqalarga ham ta'sir o'tkaza olasiz. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun premium tarifida sizlar bilan mana shu anglashlarimni, bu qimmatbaho bilimlar bilasizlarmi? Nechidir yillardan beri men qiynalib, endi javobini topdim. Mana shu 2026-yil va meni o'zimni yaxshi his qilishimga va oldingidek deb yashamasligimga, o'zimni realностьimdan qochmay yashamasligimga yordam beryapti. Oldin sayohatlarga qochib ketib o'zimni yaxshi his qilardim. Qanaqadir katta покупкаlar qilib orzularimni amalga oshirib keyin 1-2 kun yaxshi o'zimni his qilardim. Lekin bilasiz ham zo'r o'zgarishlarga erishish mumkin. Qirolichalar. Efir o'chdi. Qayerda o'chdi efir? Tak. O'ylaymanki, sizlarga ishqilib ovoz eshitildimi? Shuncha gapirdim. Ovoz eshitildimi, yo'qmi? Tushundinglarmi nima deganimni? Ishqilib shuncha gapirdim. Yozinglar, qirolichalar, men qizib isib ketdim уже. Yozinglar. Ovoz eshitilyaptimi? Hammasi yaxshimi? Savollaringiz bormi? Ovoz eshitildi, hammasi yaxshi bo'ldi. Efir o'chib qoldi degan SMS keldi menga. Shunaqami? Efir o'chib qoldimi? Ovozi zo'r, ovoz zo'r eshitilyapti. Qirolichalar, hayotga boshqacha ko'zlar bilan qarash mumkin. Hayotingizni yanada yaxshilash mumkin. Siz umuman atrofdagi vaziyatlarga ham hatto ta'sir qila olasiz. Lekin biz oldin men nima qilardim? Kurashardim, odamlarni o'zgartirmoqchi bo'lardim. Bu vaziyat men bilan bo'lish kerak emas va bunaqa, tushunyapsizmi? Hayot bilan kurashardim. Lekin dahshat o'zgarishlarga nafaqat qomatda, nafaqat yuzda, nafaqat sog'liqda, balki hayotingizda ham chotki o'zgarishlarga erishish mumkin, qirolichalar. Va men buni bilganimda judayam xursandman. Mana shunaqa bilimlar menga ochilayotganidan men o'ylaymanki, bu bekorga emas. Meni kuzatadigan qirolichalar juda ham ko'p va men ularga o'rgatishim kerak deb o'ylayman. Shunaqa deb tushundim. Tak. Mikrofonni yaqinroq qiling, yaxshi eshitilmayapti. Tak, o'zimga bo'lgan ishonchim past. Shuni ham to'g'rilasa bo'ladimi psixologik jihatdan? Albatta. Meni agar aytganlarim qilsanglar, keyin endichi ovoz past. Hali ham pastmi? Kollagen ishlab chiqaradi deysiz, tanamiz magniy ham ishlab chiqara oladimi? Magniy ishlab chiqarishini men sizga aniq faktlar bilan aytib aniq bir nima deyolmayman, lekin kortizol, gormon kortizol ishlab chiqariladi bizda, stress tanamizda
mana shunga ta'sir o'tkaza olamiz. Kayfiyatlar dahshat bo'ladi. O'zingizni yaxshi his qilishni boshlaysiz. Oynaga qaraganda уверенный, o'zingizni sevishni boshlaysiz va psixologlar aytadi-yu, hayot nima deydi? Oyna deydi, hammasi aksimiz deydi. Men shunga tushunmas edim, nima demoqchi, nima deyapti bu. Lekin agar siz o'zingizni sevishni, o'zingizni birinchi o'rinlarga qo'yishni, oynaga qaraganda deyishni boshlasangiz, eringiz masalan shunaqa qilishni boshlaydi. Va lekin buni kutib, qani ular qilarmikin? Emas. Siz haqiqatda o'zingizga shunaqa munosabatda bo'lsangiz, sevishni boshlasangiz, u bu o'z-o'zidan bo'ladi. Tushunasizmi? Chunki oyna, aksiz. Va men buni sizlarga energiya jihatidan tushuntirib beraman. Baribir men aniq fanlarga qanaqadir moyilman. Va menda fizika tomonidan men miyaga urdi, psixologiyani nechadir yildan beri urmayotdi, tushunasizmi? Xavotir kuchli. U haqida ham gaplashamiz. Xavotir kuchli bo'lsa, siz kelajakda yashayapsiz. Mashqlar oson. Men o'zim uchun musurman. Vot, boshqalar uchun ham musursiz. Yuz osilishi, nasagubkalar ko'tarilmayapti, asalim. Ko'tariladi, ko'tarilmagancha qo'ymaymiz deydi-yu, bu safar Maxilla bilan ishlaymiz premiumda. Ko'tarilmagani ham ko'tarishga harakat qilamiz. Men individual olaman, agar men shu darajaga olib chiqib bera olsangiz, men individual ishlamayman, chunki men bilasizmi, birgalikda mazza, energetika, shunaqa bitta maqsadda kirgan ayollar, energetika shunaqa kattaki, birgamiz hammamiz va mana shu energiyada o'zgarishlar dahshat bo'ladi. Yolg'iz bo'lsangiz, siz zerikib ketasiz, siz ham men ham. Menga ham zerikali. Maslahatlaringiz amal qilishga harakat qilaman, malatsi. Va shoxsanam opa, ancha yosharibsiz. Oxirgi marta kuzda ko'rgandim. Ko'ryapsizlarmi? Men sizlarga o'zimdan o'tkazib tushuntiraman. Lekin mana shu gapimga ehtiyot bo'lishim kerak ekan, qirolichalar. Ko'pincha sizlarga aytaman, o'zimdan o'tkazib, keyin sizlarga o'rgataman. Lekin o'tkazmagan narsalarim ham bor. Yaqinda shunaqa vaziyat bo'ldi. Qo'limni shikastlab oldim va mana shu bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni nerviga ta'sir qilibman deyman. Mana shu joyimni urib oldim va bilasizmi, shunaqa men ko'tara olmayapman deyman bu. Mana bu qo'lim xuddi bunaqa ishlamayapti. Gantel ko'tarsam, bunaqa turibdi-da, tushunasizmi? Mana shu nervga keladigan qo'l barmoqlarini ishlatadigan nervni his qildim. Qanchalik qo'l og'rishi, qanchalik sovqatib ketishlar, bunaqa vijirlashlar, tushunasizlarmi? Yelka og'riqlar hammasini boshimdan o'tkazdim va mana shu nerv, mana shunaqasiga o'tganini his qildim. Mana shuni ham boshimdan o'tkazdim. Keyin men aytdim, mana shu gapimga ehtiyot bo'lishim kerak ekan. Hammasini boshimdan o'tkazib, keyin o'rgatyapman deb. Chunki o'rgatmagan, nima deydi, o'tkazmagan narsalarim ham bor, lekin o'tkazyapman-da. Masalan, nasagubkani ham o'tkazdim. Men lekin yo'q edi menda. Tushunasizmi? Endi o'rgatyapman. O'shaning uchun gapimga ehtiyot bo'lishim kerak ekan, deyapman-da. Hammasini o'tkazib, keyin o'rgatmayapti deb o'tkazmasam ham sizlarga o'rgata olaman, chunki juda ham ko'p qirolichalar bilan men ishlayman. Ularning ichida masalan matkapushinya, CD ushlamasliklar bo'lgan va men bo'yim marafonida ko'tarildi, o'zgarishlar zo'r. Intim zonada ham zo'r, erim xursand degan mana shunaqa o'zgarishlar bor. Buni men boshimdan o'tkazmaganman, lekin o'tkazmay, endi bu gapni aytmayman. Miyamga komanda buyruqdek bo'lib qolar ekan deb qo'rqib ketdim. Bu safar lekin yelka, qo'l, ushlari, men bu yelka og'riqlari, bo'yin og'riqlari bilan ham ishlaymiz, chunki men haqiqatda boshimdan o'tkazdim. Tushunasizlarmi? 100 kilogramdan oldin ham o'zi yordam berar, lekin buni men o'zimda boshimdan o'tkazib his qildim-da, bu вообще. Endi yaxshi his qilyapman, Xudoga shukr, o'tib ketdim. Obunachilaringizga skidka qiling. Bilasizlarmi, qanaqa qimmatbaho bilimlar
bilimlar sotayotganimni. Bu prosta bilim emas, bu turmush tarzi sotyapman sizlarga. Bu bir necha ming dollarlik qomat, operatsiya qilib olinadigan qomatlar bir necha kunda oson. Bu psixologik bilimlar bir necha yil siz balkim ololmaysiz qatnab. Bu nima deydi, men sizga aytmayman, ota-onangni prarabotka qil, uni bunaqa qil, hatto o'tmishingizdagi qiynayotgan muammolarni ham men bitta yechim beraman, menga yordam ber, chunki mana shuni qil, mana shunaqa bo'ldi. Osonlikni yoqtiraman, o'ylaymanki sizga ham yordam beradi. Men o'tmishda ko'p narsalardan qiynalib yashayotgan ekanman. Va u ham chotki natija berdi va men juda ham xursandman, qirolichalar. Shunaqa imkoniyatlar, shunaqa bilimlar borligidan. Tushunsizlar, men borimni berar ekanman o'zi. Borimni berar ekanman. Maksila juda ham qimmat turadi. Kamida $1000 turadi. Lekin u ham tushunish qiyin. Men sizlarga oson tushuntiraman deyman. Так, yana savol. Zrение. Zrение. Qo'linglarni ensanglarga затылокка qo'yinglar. Natija bo'lmasa nima bo'ladi? Siz agar harakat qilmasangiz, qarang, hamma ham natija ola olmaydi, oldindan aytaman. Kim natija oladi? Harakat qilgan odam, meni aytganim qilgan odamgina natija oladi. Tushunasizmi? Bu qanaqadir kuvsuf, aynayna, shaynayna, abadayna desa zo'r bo'lib qoladigan anaqa emas. Kirasiz, bir xil pul to'ladim, bo'ldi, zo'r bo'lib qolaman. Yo'q, pul to'ladingiz, bu bitta qadam. Ikkinchi qadam o'sha aytganlarim qilish va mashqlar qiyin emas, oson. Faqat sizdan bajarish xolos, qilish kerak xolos. Marafonda eng foydali tomonlardan biri birgasiz va o'zgarishlarni boshqalarda ko'rasiz. Odamlar ozgina harakat qilyapti, natijaga chiqyapti. Vau, men ham qila olaman. Vau, mana bu. Vau, birga gaplashasizlar, tushunasizlarmi? Fikr almashasizlar. Men nima bunaqa, sen nima qilasan, bunaqa. Tushunasizmi? Juda ham zo'r yordam beradi birgalikda harakat qilish. To'g'ri keladi. Kesirvaga 6 oy bo'lgan bo'lsa, to'g'ri keladi. Men bitta umuman savollarni ko'rib bo'lmayapti. Oldin ko'rib o'qirdim. Cho'ta nimagadir internet yaxshi ishlamayaptimi? Hozir harakat qilib ko'ring-chi. O'tib ketib qolyapti anaqa. Yuz asimetriyasini to'g'rilab bo'ladimi marafonda? Albatta. Yuz asimetriyasi nimadan kelib chiqadi? Qaranglar. Bo'yindan bo'lishi mumkin yuz asimetriyasi. Chunki bitta tomoningizda ko'proq yotishingiz mumkin siz. Va biz bo'yin bilan ishlaymiz. Osankadan bo'lishi mumkin. Osanka bilan ham ishlaymiz. Osanka uchun trenirovkalar beriladi va tazdan bo'lishi mumkin. Agar tishlaringiz joyida bo'lsa, masalan, bitta tomoningizda tishlaringiz yo'q bo'lsa ham, asimetriyaga olib kelishi mumkin va to'g'ri chaynashni o'rganamiz. Agar bitta tomonda chaynaydigan bo'lsangiz, chaynashlar ham ta'sir qiladi. Asimetriyaga mana shu faktorlarni yo'qotamiz va asimetriya bilan hallashamiz. Agar tazda bo'ladigan bo'lsa, tazga albatta bonus qilib mashqlar beriladi. Qilib ko'rasiz, bo'lmasa yana izlanishingiz mumkin. Taz bilan chuqurroq ishlab, masalan, taz marafonda agar tazdan prям bo'ladigan bo'lsa, tushunasizmi? Atak bo'yin marafonida bo'yin osanka mana shu faktorlar bilan chaynashlar yuqoridagi bilan chuqur ishlaymiz. Tak. Bu yoqda ham ko'rinmayapti. Yo'qotib qolgan cho'ta. Вот. Bir oy bo'ldi homilab abort bo'lganiga. Menga qachon mumkin? Agar siz bir oy bo'lgan bo'lsa, albatta so'rang anaqangizdan. Ginekologingizdan so'rang. O'ylaymanki, уже mumkin. Siz tug'magansiz, o'zi tug'ganlar 2 oydan keyin qatnashsa bo'ladi. Sizda unaqa yana maslahatlashing. Hammasi normalmi, yo'qmi? Ko'rinmadingiz. Nima ko'rinmadingiz? Tepaga chiqib ketib qoldi bu yerda, bilin.
yana savollaringizni yozinglar, a to tepaga chiqib ketyapti. -5 zreniya. Zreniya. Qirolichalar. Zreniyaga biz ta'sir o'tkaza olamiz. Qanaqa qilib? Ensanglar mana ushinglar zatылыкni va o'ngga chapga mana ikkalasini ushinglar, ikkita qo'linglar bilan bunday ishib chiqib qolgan joy bor-ku. O'shani ushlanglar-da. O'ngga chapga qilsanglar, qimirlaganini ko'rasizlar. Ko'z bilan chambarchas bog'liq bo'ynimiz. Biz bo'yin bilan ishlab, zreniyaga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Aksarganda sidik ushlay olmaslikka ishlaniladi marafonda. Ha, ishlaniladi. Ta'sir o'tkaza olamiz. O'sha zanjir bilan ishlaymiz. Xotirani ham yaxshilasa bo'ladimi? O'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Osilgan qorindan necha kunda yo'qotsa bo'ladi. Siz necha kunda shu osilgan qorinni, necha kunda men osilgan qoringa erishdim deb savol bermaysiz-ku, to'g'rimi? Birdan bo'lib qolmagan. Lekin men sizlarga bo'lishayotgan rasmlar hammasi rost va siz ham harakat qilib yaxshigina 21 kunda o'zgarish ola olasiz. Qo'lni semirib ketishi nimadan? Limfa sistemasi yaxshi yurmayotganidan. Atyoqlar, harakat yo'q. Yeb ichib yotibsiz, harakat yo'q. To'g'ri harakatlar yo'q. Limfa sistemasini ishga tushiradigan 50-60 yoshli ayollarda ham natija bo'ladimi? Qizim, sog'lig'im yaxshilandi, lekin внешний o'zgarish ko'rmayapman. Siz marafonimda qatnashdingizmi, yo'qmi degan savol tug'iladi. Siz qatnashib sog'lig'ida yaxshilandi, lekin внешнийda bilmayapman deb o'ylayapsizmi? Yoki hali qatnashmadingizmi? Masalan, meni onamni yoshlari 60 dan oshgan va ularda o'zgarish bor. Lekin yoshi katta insonlarda qanaqa? Уже 50-60 yoshgacha siz nima deydi, ekdingiz va birdan yaxshi narsalarni o'rmoqchisiz. Yaxshi natijalarni birdan o'rmoqchisiz. Ha, o'rasiz. Chunki ekishni boshladingiz. Lekin birdan 21 kunda birdan juda ham 100% bo'lishi bu sal qiyinroq. Ha, sog'lig'ingizda tez bo'ladi, atyoqlar ketishni boshlaydi, harakat qilganingiz sari. O'shaning uchun men oyimga aytaman, to'xtamang, harakat qiling. Chunki yeyishlar bor, yotishlar bor, yana nimadirlar bor, organizmni qiynab qo'yadigan momentlar bor. Lekin siz o'shani qayta tiklashingiz kerak, organizmingizni. Harakat qilaverishingiz kerak. Va buni natija uchun qilib emas, bu xuddi tish yuvgandek. Xuddi bu yuzingiz yuvgandek, gigiyenadek har kuni harakat qilishingiz kerak. С любовью. Orqada rasmga olganda qanaqadir bir yelka pastroq, bir yelka teparoq ko'rinishda nima sabab? Asimetriya. Bu bilan ham ishlaymiz. Bo'yin marafonida. Tak. Xotirani o'qidik. Rostdan qimirlarkan deb yozibdilar. Ha, men sizlarga osmondan olib gapirmayapman. Gapirayotgan gaplarimni men o'qib, izlanib, ilmiy jihatdan ham o'qib, tajribalardan o'tkazib, keyin gapiraman. Уверенный bo'lmasam gapirmayman. Nimaga уверенныйman? Chunki уже ancha yillik tajribam bor. Bir necha minglab qirolichalarni chiqaryapman. Уже yaxshigina opit bor va har xil klientlar bilan ishlaymiz biz. Har xil kasalligi bor, har xil nima deydi, A tochkasi har xil, ya'ni har xil vesda 100 kilogramm, 90 kilogramm deysizmi, ozg'in bo'lib qorin bilan kelsak ham, o'tgan safar aynan o'shanaqa qirolicha yutdilar. Ozg'in o'zlari, lekin qorinlari bor edi va $1000 pul yutib oldilar. $1000 qanaqa yutish mumkin? Eng zo'r natija ko'rsatasiz. Va ovozlar agar soni sizda ko'p bo'lsa, kim ovoz beradi? O'zinglar qatnashayotgan qirolichalar ovoz beradi. Kimni natijasi yaxshi bo'lib, ko'p like yig'sa, mana shu inson yutadi.
Men qatnashmayman, aralashmayman, chunki menga hammani natijasi yoqadi. Chotki. Hammani natijasi dahshat bo'ladi. Tizza artroz borlar qatnashsa bo'ladimi? Mana shunaqa qirolicha bizda qatnashdilar va hamma mashqlarni ham qila olmadim, chunki og'riqli bo'ldi, lekin natija juda ham yaxshi, harakat hissi shunaqa natijalarga chiqsa bo'lar ekan, sog'lig'ini ham yaxshilasa bo'lar ekan deb duo qilib chiqib ketganlar. Albatta siz shifokoringiz bilan maslahatlashing, ko'ngil tinchligi uchun ham. Lekin bu degani bo'ldi, prigovor degani emas. Qo'lingizdan o'zingizga yordam berish keladi. Tak, yana qanaqa? Yuqoridagi savollar tepaga chiqib ketib qoldi. Hozir ko'ramiz. Tak. Zreniyani ko'p so'ragan ekansiz. Yana oyoqda kuchli varikoz bor va atyoq bor. Shunga operatsiya aytgan, lekin operatsiya ishlamagan. Shunga aytsangiz, varikozga ham ta'sir qila olamiz. Qaranglar, men storiesda bo'yin marafonidan savol-javoblar deb qoldiraman va barcha bo'yin marafonida mana shu qatnashgan qirolichalarni fikrlari, natijalarini qoldiraman. U yerda bor, men varikozdan yaxshigina natija oldim, qaytdi degan odzivlar bor. Ya'ni Barchinoy degan qiz yutib olgan edi-ku $1000. Adashmasam o'shanda ham ko'rdim. Varikozlar, tomirlar bor edi, ancha kirgan deb anaqa qilgan. Ular ham yutgandilar $1000 o'tgan safargi bo'yin marafonida. Navoiylik qiz, adashmasam Navoiylikmidi, Namanganlikmidi. Va varikozga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Nimaga? Chunki tanani zanjiri, aynan o'sha zanjir bilan ishlaymiz. Bo'yin mana shu yuzdan boshlanadi. Mana shu ko'z atrofidagi ajinlarni ham yoya olamiz. Tabiiy bo'yin bilan ishlab yuzda cho'tki o'zgarishlar, yaltirashlar tabiiy bo'ladi. Tushunasizlarmi? Imkoniyatlar bizda dahshat. Voy, qanaqadir filtr bo'lib qoldi menda. Nima bo'lib qoldi? Tushunmayapman. Qanaqa qiladi buni? Filtr bilan ujus. Filtrlar ishlatmayman. Nima balo bo'lib qoldi? Qirolichalar qanaqa to'g'rilayman buni? Qanaqa to'g'rilayman? Qanaqa to'g'rilanadi bu? Qirolichalar. Yordam beringlar. Ujus. Tushunmayapman. Qanaqa to'g'rilanadi? Bu nima bu? Ujus. Filtr уже menga yarashmaydi. Oldin filtrlar bilan spasatsiya qilardim. Ammo bit bosildimi? Nima balo bo'lib qoldi bu? Qani endi men o'zim? Voy dod. Topdim, Xudoga shukr. Ujus. Qachonki уже filtr уже sani chiroyli emas, xunuk qilib qo'yadi deydi-yu, shunaqa bo'ldi. Yozinglar, shu bilan xayrlashamiz keyin. Yana savolinglar bormi? Ujus, qo'rqib ketdim. Yaxshi ham o'zimga yoqaman. Filtrlar va kerak emas bo'lib qoladi, qirolichalar. O'zinglar tak chiroyliliginglarni his qilasizlar. Yana nima demoqchi edim? Rosa ko'p gapiradigan gaplarim. Limfa bezini nima qilsa yo'q bo'ladi? Вот limfa beziga endi limfa agar sizda shamollash, temperaturalar bo'layotgan bo'lsa, masalan, limfa bezi bilan bog'liq, unda mumkin emas u paytda mashq qilish. Agar uxlagan payt bo'lsa, o'sha bez turibdi, siz o'zingiz yaxshi, normal yuribsiz, unda marafonga kiring, harakat qiling, atyoqlarni hayding, o'zgarishlarni kuzating. Mastit bo'lmay ketadi odamlar, sistit bo'lmay ketadi. Agar men aytganim qilib, turmush tarzingizni Simfizitga yordam beradi. Simfizit endi
simfizitda o'zgarishlarni ko'ramiz. Agar yana kuzatamiz, agar yo'q deydigan bo'lsangiz, tazda yanada chuqurroq ishlasa bo'ladi. Lekin biz tazni mushaklariga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Aslida bilasizmi? Biz suyaklar qotgan bo'ldi deymiz, u suyaklar alohida emas, mushaklar qayerdadir spazm bo'ladi, qotadi, qayerdadir bo'shashadi, shuni hisobiga suyaklar o'zi yumshoq. Unda olib qaraydigan bo'lsak, deformatsiya bo'ladigan, ya'ni qiyshayadigan, o'zgaradigan suyak. Mushaklar agar qotgan bo'lsa, mana bunaqa o'zgaradi. Mushaklar orqali ham suyaklarga biz ta'sir o'tkaza olamiz demoqchiman. Положенияsi o'zgaradi. O'shaning uchun harakat qilib ko'ring, chunki biz bo'yin bilan ishlasak ham, tazda ham o'zgarishlar baribir bo'ladi. Osankada ham bo'ladi. Belni ingichkalashtirsa bo'ladi. Meni qomatim to'rtburchak, ozg'in bo'lsam ham belim kirmaydi. Belni ingichkalashtirsa bo'ladi. Qolipga solsa bo'ladi. Qirolichalar, mana shuni iloji bor. Ko'pchilik aytadi, sehrgarmisiz deydi, o'zgarishlarni ko'rib. Bo'ladi. Qomatim to'rtburchak, ozg'in bo'lsam ham o'zgarib ketganda, o'zi cho'tki qilsa bo'ladi. Boksaga qaraganda yelkali nega kengayib katta bo'lib ketadi ba'zilarda, boksaga qaraganda yelkali, chunki o'sha zonada ko'proq otsek yig'iladi. Uni haydash kerak. Kurs narxi qancha? Qirolichalar, ikkita tarif bor. Bittasi 14 kunlik 880 ming, ikkinchisi 21 kunlik. Biriyo'zi 1.200 ming. Qaranglar, 200 mingga oshdi tariflar. 2 yildan beri oshmayapti edi. 200 mingga oshdi, lekin men o'tga juda ham qimmatbaho bilimlar qo'shyapman. Maxila kamida $1000 turadi. Kamida. Lekin uni tushunsangiz agar, kamida men unaqa kurslardan bir nechta sotib olaman deb tushunyapsizmi? Har xil, hamma yoqdan sizlar oson tushunishinglar uchun, o'zimda o'zgarishlar bo'lishi uchun izlanib, qidirib, qayerdadir adashib, tushunasizlarmi? O'qituvchilarni topib, diplomlar kerak bo'lsa olib va psixologiyadan o'zgarishlarni qanchaga sotib olasizlar? Qirolichalar, psixologiyadan qancha qimmat turadi bilimlar. Men ito ham tana, ham yuz deyman, ham psixologik o'zgarishlarda o'zimga yordam bergan texnikalarni bo'lishaman. Maxila deyman. Popochkalarni 3D ishlaymiz, har tomonlama persik bo'lishi uchun deyman. Nimaga taz bilan osankani birga qilmaysiz? Siz yangi yil bilan hayitni birga, masalan, yangi yil bilan Navro'zni birga o'tkazmaysiz yoki xuddi shunaqa narsa birga o'tkazib yuboraylik hammasini, hamma bayramlarni degandek bo'lib qoladi, tushunyapsizmi? Keyin bitta filni masalan qilib yutib olmaysiz. Juda ham katta informatsiya. Mana shu bitta marafonning o'zida ham zo'r o'zgarishlarga erisha olasiz. Hatto siz hammasiga harakat qilmoqchi bo'lib, hech qaysini ushlab qola olmaganingizdan ko'ra, hamma yoqga sochilib ketganingizdan ko'ra, bitta narsani shunday cho'tga ushlasangiz, zo'r natija hatto olasiz. Yuzi shunaqa sveje ko'rinyapti yaqindan. Qirolichalar, shunaqa o'zgarishlarga erisha olamiz. Cho'tki o'zgarishlarga erisha olamiz. Kesirvadan necha oydan keyin mumkin. Kamida 4 oy o'tgan bo'lishi kerak. Kamida 4, maksimum 6 marafonlar bir yilda bir martadan bo'ladi. Bo'yin marafon keyingi yil bo'ladi. Qirolichalar, tez marafonlar qilmayman. O'shaning uchun ulgurib qolinglar. Kurs 18-maydan boshlanadi va yengilliklar bor. Stressdan qanaqa qilib qutulish tanadagi oson texnikalar qo'shiladi. Atseklardan, diafragmalar bilan ishlaymiz. Tariflarga qarab to'g'ri suvchilarni o'rganamiz, qanaqa mahsulotlarga ahamiyat berishimizni, sekin-sekin qanaqa qilib tanamizni o'rgatishimizni, tanaga nima foyda, nima zararligini sekin-sekin odam tilida
odam tilida o'rgatiladi va bu qiynalib qilinadigan, o'zingizni yirtib bajaradigan mashq emas. Eng asosiysi. Chunki men o'zim shunaqa qiynalib bajarishlarni yoqtirmayman. Sekin-sekin hammasiga kelamiz. Bo'yi marafonni tugagandan so'ng qaysi marafonga start berasiz. Keyin уже noyabrlarda bo'lishi mumkin. Hammasi ketadi, xudo xolasa. Yoga bilan mashqlar bir xilmi? Yo'q. Yuzim cho'ziq shaklini o'zgartira olamanmikan? Premiumga yozildim. Harakat qilamiz, solishtiramiz, ishlaymiz. Yuz avalini chiqaramiz, baqbaqalarni ketkazamiz, bo'ynimiz baribir bir necha santimetrga o'sadi, sochda o'zgarishlar bo'ladi, ko'z atrofida ajinlar ochilishi boshlaydi, yuz tortilishni boshlaydi, chunki отекlar ketishi boshlaydi, yuz yaltirashi boshlaydi. Chiroyli osonka, yelkalar paydo bo'lishni boshlaydi, belda ingichkalashib, ichki organlarga ham ta'sir qila olamiz va namoz o'qiganda qanaqa qilib, hozir masalan qaranglar, salom berganimizda mundoq qilib qo'yiladi-yu. Yo'q, his qilib bajaring. Hozir hamma qilsin. His qilib tekis o'tirdingiz va chapga to'g'ri qilib bajaring. To'g'ri his qilib taniysiz. Diqqat e'tiboringiz bo'yinda va yelkalaringizda bukchayib, bunaqa qotganingiz yo'q. Tekis o'tiribsiz va harakat qiling va nimani his qildingiz va ikkinchi tomonga ham bunaqa emas, his qilib nima his qildingiz yozing keyin. Yuzga massaj qilmaymiz, yuz bilan hatto tegmasdan natijaga chiqamiz. Tana bilan ishlab. Shunaqa bilimlar bor, yuzga tegmasdan ham yuzda dahshat o'zgarishlarga erishish mumkin. Ishlaydiganlar, chet eldagilar, offline deb o'ylayotganlar, yo'q, online Telegramingiz bo'lsa bo'ldi va farqi yo'q. U onlayn prямой efirda o'tmaymiz. Yozib zapis qilingan qisqa darsliklar bo'ladi va siz uni o'zingizga moslaysiz. Kun tartibingizga, o'zingizni chasavoy poyasingizga, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz nima bilan bandsiz farqi yo'q. Ochasiz, o'rganasiz, yo'ldamisiz, taksidamisiz, o'qishdamisiz, ishdamisiz, как o'yindek qilsangiz ham bo'ladi. Vazifalarni bajarib ketaverasiz bo'ldi. Kesirvadan keyin qorinni qanday yo'qotish mumkinligini, kesirvadan keyin обязательно osonka bo'yinlar bilan ishlash kerak, limfa sistemasini ishga tushirish kerak. Dog'lar ham ketadi. Dog'lar ham mana shu ko'pchilik o'ylaydi, undan bundan, lekin bu ham stressdanligini men yaqqol bildim, chunki yuzimda o'zimda ham dog'lar ko'proq, qoraroq bo'layotdi, lekin mana shu dilingizdagi mana bu dog'laringiz bor-ku, yuzingizga ham berib yurar ekanda. Chunki o'zingizni qanchalik yomon his qilsangiz, ichingizda yomonliklar bo'lsa, yuzga ham berib yuboradi. Mana shu o'shaning uchun ham mana shu stressdan qutulishimiz kerak. Yuzga berib yubormasligi uchun hatto o'sha dog'lar ham ocharadi. Bilasizlarmi? Zajimlar ketishi boshlaydi, chunki mana shunaqa qisib turgan stresslar ketishi boshlaydi. Qanaqadir cho'zilish his qildim. O'ng tarafda, chap tarafda og'irlik qildi, biroz qiynaldim debsiz. Вот, уже sizlar taninglar bilan bog'lanishni boshlayapsizlar. O'tib bunaqa deb o'zingizlarga qaytishni boshlayapsizlar. Tushunyapsizlarmi? Уже bu bitta bajarganda bu juda ham katta natija aslida. Qorindagi chiziqlar ketadimi? Skladkalar bor joyda bu отек bor degan. Отек. Mashqlar rosa oson, yengil, rosa foydali.
bemalol tavsiya qilaman. Guli yozyaptilar, mani qirolicham yozyaptilar. Mana shunaqa zo'r qirolichalar mani o'rab turadi va marafonda ham dahshat qirolichalar, ko'z tegmasin. Shunaqa mazza qilib ishlayman. Papillomalarga endi papilloma nima bilmas ekanman, lekin kuzatmabman shu qirolichalarda papillomalarda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Siz qatnashib anaqa ko'ring. Qorayish badandagi qorayishlarni kuzating. Marafonda qorinni ketkazamiz. Bo'yin bo'lsa ham qorinni ketkazamiz. Osanka bilan ishlaymiz. Bo'yin bo'lsa ham yuzda ham o'zgarishlar, tazda ham baribir ta'sir qilamiz. Oyoqqa ham ta'sir qilamiz hatto. Qorin marafoni ham qilasizmi? Qorin bilan ishlaymiz. Dibombanku. Yosh chegarasi bormi? Yosh chegarasi yo'q. Bajarsangiz bo'ldi. Bajara olsangiz o'sha mashqlarni bo'ldi. Qayerga yozyapsizlar deb yozibdilar. Tak. Endi xaylashamiz kerak. Bo'ldi, qirolichalar. Marafon bo'yin bo'lsa ham qorinni ham ketkazamiz. Qorin marafoni bu. Osanka bilan ham ishlaymiz. Butun tana bilan ishlaymiz. Oyoq bilan ham, yuz bilan ham, psixologik o'zgarishlar, короче, вообще. Qayerda topasizlar shunaqa trenerni? Faqat bo'yin bilan emas, tanani hamma joyiga ta'sir qilib ketdim men gapirib. Bo'ldi menimcha, savolinglar tugadi. Sizlar bilan gaplashganimda, analiz topshirganimda insulin chiqqan mashqlar bilan tushsa bo'ladimi? Gormonal sistemaga ham biz ta'sir o'tkaza olamiz. Gormonal sistemaga ta'sir o'tkaza olamiz, chunki отек bor joyda, zajim, bloklar bor joyda ichki organlar qiynalib ishlaydi. Oldin o'zimda ham bo'g'oq bor edi. Mana shunaqa yopiq holatdan ochilsa, bo'yinlar ochilib, sog'lom bo'lsa, mana bu shitavitka ham zo'r ishlashni boshlaydi va men oldin gormonal tabletkalar ichib yurganman. Men hozir ko'rib turganingizda o'zimga o'zim doktor va ko'rib turganingizda tashqi ko'rinishda ham, sog'liqda ham bu zo'r-ku, qirolichalar. Butun umr qoladi mashqlar yo'q. Mana ham olayotgan bilimlarimni bir oy mana bunaqa zo'rg'a o'qib ulgurib qolli deb qimmatga sotib olaman, lekin bir oy yetmay bo'lib ketadi qirolichalar. Tushunasizlarmi? Men olayotgan bilimlarim juda ham qimmat bilimlar. Men tasavvur qilasizlarmi? Bir standart tarif tak 50 kun, adashmasam shunaqa edi, 50 kun, a premium tarif 90 kun turadi siz bilan. Diafragma bilan ishlaymiz. Zo'r figura, pozitiv kayfiyatda bo'lishni xohlaymiz. Bo'ldi, bo'ladi, xudo xolisa aytganim qilsanglar. Yuqorida tez o'tib ketyapti, men topa olmay qolaman. Savollaringlarni yozinglar pastda. Tez o'tib ketib qolyapti savollar. 1,5 soatdan beri gapirayotgan ekanmiz. Dushanba kun boshlaymiz. Уже nimalar olib tayyorlanib turish kerakligini berildi. Qila olmayman mashqlarni dangasaman deb qila olasiz. Shunday mashqlarni qilganda yosharib tursangiz, oynaga qaraganda desa yoki eringiz agar erga tegan bo'lsangiz, eringiz "Vau, nima qilyapsan? Cho'tki bo'lib ketyapsanmi?" desa, yoqmay qolsin. "Voy, torayibdimi?" desa, yoqmay qolsin. Orqangizdan girdi kapalik bo'lsa, yoqmaydimi? Bo'yin marafonda ishlab, hatto o'sha joyda ham torayishlar bo'ladi, qirolichalar, erlar hayratda qoladi. Agar men aytganim qilsanglar, sizga intim anunaqalar ham kerak emas bo'lib qoladi. O'zinglarni qiynab turib nimadir qilishadi-yu, yo'q.
Bizda azoblash xizmati yo'q. Bizda faqat maza qilish bor. Haz buzilishi, yaxshilanishi, gormonal sistemalarda o'zgarish bo'ladi, solishtirasiz. Ko'pchilik ikki qat bo'lib qoladi, osongina bo'lmayotganlar, o'zgarishlar, kasalim kelmayotdi deganlar kelib qoladi. Qiling, niyat qiling, so'rang Yaratgandan, Allohdan va sababini qiling, harakat qiling va men sababchi bo'lib qoling shunaqa o'zgarishlarga. O'zingda bormi? Erkaklarga emas, agar erlar kuzatayotgan bo'lsa, chiqib ketinglar. Menda bor, erim bor, menda bolalarim ham bor. Xudoga shukr. Grijam belda, bo'yinda bor, foyda beradimi? Beradi. Faqat ehtiyot bo'lib, men aytganlarim qilib bajarasiz. Bo'yin nozik joy. Shogirdlik kursini qachon ochasiz? Eng qiynagan savollardan sababchi bo'ling opazor ozishimizga. Albatta, harakat qilinglar. Men sizlarga yo'l ko'rsataman. Harakat qilinglar va zo'r ozamiz, osilib ozmaymiz. Tabiiy tortilib, yosharib, ne to что yuzda faqat tortilishlar. Butun tanada elastiklik holati kuzatiladi. Ichki organlar joy-joyiga tushadi, nafas olishinglar, uyqu sifati oshadi. Xullas kalom gapirsa juda ham gap ko'p. Buni odam o'zidan o'tkazish kerak. Tushuntira oldimmi? Va eng asosiysi qirolichalar, biz o'zimizni juda ham yaxshi migrenga ham ta'sir qiladi, bosh og'rig'iga qiladi, davleniyaga qiladi. Ham aytganlaringiz qilamiz. Urra! Tayyorlaninglar va qo'shilmaganlar ulgurib qolinglar joylarni egallashga va sizlarga qo'rqmasdan ayta olaman, hayotinglardagi eng zo'r marafonlardan biri bo'ladi. Boshqalar kurs qanaqa bo'ladi bilmayman. Farqi yo'q. Tak. Qanaqadir savol keldi. Bir kunda necha minutlik mashq berasiz, masalan? Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling, sanamang. Qancha minutlik xohlasangiz 1 minut qiling. Harakatingizga yarasha. Masalan, 1 minut qilingda ko'proq vaqtda natija oling. Agar siz birdan natija olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq harakat qiling. Mana shunaqa. Tak, bir kunda uni o'qidim. Asanka kursingizni 2 yil olganda bo'yini kursi farq qiladimi? Uni albatta yildan yilga men yengilaboman, chunki bilimlar juda ham ko'p. Bilimlar va zo'r bilimlar, undan ham zo'r bilimlar bor. Tak что kirsangiz undan ham dahshat. O'zgarish albatta, bo'yin boshqa, asanka dagi boshqa mashqlar. Tak, kimdir nimagidir yig'layapti, o'qimay qoldimmi nima? Nimalar kerak bo'ladi? Men tashadim. Kerak bo'ladigan anaqalarni. Ularni olmasangiz ham natija bo'ladi hatto. Olsangiz faqat rol sotib olsangiz ham bo'ladi. Men o'sha charchadim, xallashamiz. Atyoq ketkazishga mashq o'rgating. Reelslarimni kuzatib boringlar, qirolichalar. Reelslarimni qaytaringlar agar siz qo'shila olmasangiz. Storieslarimni kuzatib boringlar, izlaninglar, o'qinglar. Tushunasizlarmi? Agar siz qatga tashladingiz, reelslarga qachon tashladingiz, qanaqa qilib gruppaga qo'shiladi, qanaqa qilib gruppaga qo'shiladi, qaysi paytlar bo'ladi darslar. Asosan men ertalab tashlayman, soat 5 da yoki 6 da. Mana shu paytdan уже keyin o'zingizga moslab bajarasiz kun davomida. Asankaga упражнение bo'ladi. Упражнение yana qanaqa savollar bor edi? Marafon kanalda, Telegramda bo'ladi. Qanaqa qilib qo'shilaman deganlar. Meni anaqamda profilimga kirsanglar, silka turibdi pastda. Telegramga bot orqali yoki men storiesda ham silka qoldiraman admin orqali Telegramda yozishingiz mumkin, qo'shilishingiz mumkin va sog'lig'imizni qayta tiklash orqali chotki gullaymiz, xullas kalom.
yosharamiz, gullaymiz, atrofdagilar hayron, lol, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, tushunmaydi, komplimentlar, hatto o'zingizga o'zgarishlar bilinmasligi mumkin boshida, chunki har kun oynaga qaraysiz-ku, lekin atrofdagilar dahshat sezishadi. Lardoz, skolioz tuzaladimi? Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, o'rgataman, harakat qilsangiz, tushunib, qilos qilib, ishonib, siz o'zgarishlarni olasiz. Lardozda ham, skoliozda ham harakat qilishimiz kerak. Va shuni biling, qirolichalar, biza o'zimizni tanamiz ko'pchilikda qarovsiz qolib ketgan. Qarovsiz qolib ketgan. U nima dedi, bu nima dedi, u qanaqa, bunaqa deb yuribmiz-da, o'zimiz qarovsiz qolib ketganmiz. Bo'd mangalik tekin darsingizni bermayapti-da. Tekin darslarga va shu vaqtim bo'lmadi. Harakat qilaman qilishga. O'tgan safargi darsinglar hozir ochiq dostupdami, yo'qmi bilmadim. Bo'd ham o'zgardi, ko'p narsa o'zgarib ketgan. Qirolichalar, sizlar bilan shunaqa vaqt o'tkazganimdan juda ham xursandman va o'ylaymanki, bu safar ham eng zo'r potok bo'ladi degan umiddaman. Ulgurib qolinglar. 3-shoxli nevralgiyaga ta'siri bormi? Harakat qilib ko'ring. Harakat qilib ko'ring, chunki bilasizmi? Biz baribir ham nervlarga ham ta'sir o'tkazamiz. Men o'zimni nervni o'sha shikastlab oldim deganda tushundim. Mushaklar bilan ishlash orqali biz nervlarga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Men tushundim nimaga odamlarda qo'lida uvishlar, og'riqlar paydo bo'lishini, chunki o'sha zonadagi o'sha nervni atrofidagi mushaklar spazmga tushib qolgan va mana shu nerv shunaqa ingichka nerv tolasi, mana shuni men his qildim, qanchalik jilkaga o'xshagan ingichka nerv qanchalik aziyat chekishini, mana shu mushaklar qotib spazmda bo'lib qolgani hisobiga. Va men mana shu spazmga tushgan, atyoq bo'lib qolgan o'sha urib olganimdan keyingi o'sha mushakni o'ziga keltirib, keyin mana bu barmoqlarim normal og'irlikni ko'taradigan, normal his qiladigan bo'ldi. Ungacha men tanam, butun tanam sovqatib, muzlab, og'rib, shunaqa azob berdi. Mana shu bitta nerv va men shuni tushundim. Nerv bilan o'ynash kerak emasligini tushunasizlarmi? O'shaning uchun butun tanamizni o'zimizga qaytamiz, tanamizni his qilamiz, unga yordam beramiz, uni tilini topamiz va natija olamiz, qirolichalar. Sizlar bilan birga vaqt o'tkazganimdan juda ham xursandman. YouTube'dan mashq qilib yursa ham effekti seziladimi deyapman. YouTube'dan bilasizlarmi, sizlarga men bilib bilmasdan mashq qilishinglarni tavsiya qilmayman. Baribir trener bilan bajargan boshqa. O'zingizlar mashq qilib, qatiylantirib, putur yetkazib, keyin kirgandan ko'ra, ko'pchilik shunaqa qiladi, lekin kirgandan ko'ra siz xato qilmasdan kirishingiz mumkin. Ovqatlanish qanaqa bo'ladi? Ovqatlanishni qirolichalar, sizlarni majburlamayman. Unaqa yemanglar, unaqa qilmanglar, bu ham stress. Noila Ergashevna mana anaqa eski qadrdon qirolichalarimdan kirdilar. Nimaga bu yemashlar bo'qoqi borlarga mumkin emas? Mumkin, kim aytdi mumkin emas deb. Nabarot kerak bo'qoq bilan ishlash. Bo'qog'i bor bo'lsa, bo'yin bilan, chunki ochiladi, joy bo'qog'i borlarga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Va bu degani gormonal sistemaga ham ta'sir o'tkaza olamiz. Barcha ichki organlar o'zini faoliyatini chotki bajarishni boshlaydi. Men tez marafonda qadim juda zo'r natijalar qildim. Ayniqsa umurtqa pog'onam va yuzimda simmetriya to'g'onlandi rostdan. Men yoga qilib yuraman, hamma narsa yeyman. Salom. Noila xursandman. Noila men bilan ancha yildan beri birga qirolichalardan. Asankaga ham kirgandilar, tozga ham. Ikki xil tishim ham tekis emas. Hatto tishlarda ham o'zgarishlar bo'ldi o'tgan safargi qirolichalarda. Ochiq edi, yopildi degan
odzivlar keldi. Tug'ruqdan keyingi opushenniya markam joyiga tushdi. Bergan bilimlaringizga rahmat, ustoz Noila, sog' bo'ling. Rahmat odzivlar uchun, shunaqa bo'lishayotganingiz uchun. Jigar kasalligida mumkinmi? Shifokoringiz bilan albatta maslahatlashing. Hamma mashqlar oson. Оздоровительный, sog'lomlashtiradigan, qiyin emas. Naborot ichki organlar ham ishga tushadi, rahmat etadi. Yana agar sizni holatingiz agar qanaqa hozir men bilmayman, diagnozlaringiz, men doktor emasman, o'shaning uchun doktoringizdan so'rab, LFK mashqlari mumkinmi? Oson mashqlar ekan, kuchanib unaqa qilmaymiz. Mashqlarni doimiy qilib yurish kerakmi? Ya'ni muammo ketganidan keyin. Qirolichalar. Men sizlarga oldin men ham shunaqa edi, mashq qildim, bo'ldi, men zo'r. Lekin sizlarga men qanaqa tavsiya qilaman? Tirnog'imiz o'sadi, sochimiz o'sadi, tekislab turamiz, ertalab yuzimiz yuvamiz, tishimiz yuvamiz. Xuddi shunaqa harakat qilishimiz kerak. Qilishim kerak deb emas. Qilishim kerak. Tushunasizmi? Qilaman va o'zim yaxshi his qilaman. Energichni, kayfiyatim ko'tariladi. Ideyalar keladi, yaxshi miyam ishlaydi, ichki organlarim rahmat etadi. Nimaga namozda jismoniy harakatlar berilgan? Asaqaga ham ta'siri bor. Bu kuchayib yuradigan bo'lsangiz, da. Yuzlaringiz ham mashalloh yaltirab turibdi. Rahmat, o'zgarishlarni har doimgidek sezasizlar. Faqat to'xtamaslik kerak ekan. Ha, chunki xuddi daraxtning shoxlari o'sib ketgandek to'g'rilab turinishi kerakdek, bizani ham ichimizda protseslar ketaveradi. Uxlab tursa, uxlab qolsa, sovqatsa, stress bo'lsa, och qolsa, har xil vaziyatlarda bizning tanamiz bizga yordam beradi va biz ham unga yordam berishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Tak. Aktualizda bo'yinda bitta mashq ko'rsatganingiz bo'qoq bolalarga mumkin emas degandingiz. Bo'yin marafonida mumkin. Uni aytayotgan bo'lsangiz, hozir ovqatlansam, nima yesam qornim rosa shishib qoladi. Kursingizga qatnashaman, metabolizm yaxshilanib, ovqat hazm yaxshilanadimi, shishlar ketadimi, mazza qilib ovqat yey olamanmi, qornim chiqib qolmang. Mana shu qorin ishib qolishi, siz agar qorningiz dam bo'lsa, bu bilaveringki, bu atchokka to'g'ri yo'l. Qorningizdan bo'lyaptimi, sizda atchok, sizda ketdi buyog'i proses. Mana shu qorin uchun ham biz massaj texnikalar har xil nima deydi, priyomlar o'rgataman, чтобы shunaqa dam bo'lmasin, bo'sh bo'lsin, dam bo'lib atchok yig'ilmasin, atchok haydalib chiqsin, tushunyapsizmi? Tug'ruqdan keyin depressiya boshlanganda, marafondan keyin hamma o'zgarib, yosharib, sog'lomlashib, depressiyani o'rni quvonch egalladi. Hammasi sizning mehnatlaringiz va bilimlaringiz tufayli. Albatta, sizlarni ham siz harakat qilmaganingizda u bilimlar bir tiyinli qadrli bo'lmas edi. Siz harakat qildingiz, aytganimni qildingiz va Noila rahmat. Qadrdon qirolichalarimdan. Onam taz Asanka marafonida qatnashganman. Birgalikda bukurlikdan deyarli qutuldim. Bo'yim ham o'sdi, rahmat Shohsanam opa. Boringlarga shukr qirolichalar. Va o'sishda to'xtamanglar. Bo'yim marafoniga agar imkoniyatingiz bo'lsa, kiringlar, kirmaganlar, hatto kirganlar ham kirishadi. Qayta nimaga? Chunki yengilliklar bo'ladi va energiya dahshat bo'ladi. Shishib qolmasligi uchun harakat qilamiz. Mashqlar qilsangiz shishib qolmaydi. Bo'yindagi grija mashqlar mumkin. Faqat bezovta qilib qolgan periodi bo'lmasa bo'ldi. Savollar qaytarilyapti. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. 1,5 soatdan ham oshib ketdi. Qolgan savollarni endi direktda gaplashamiz. Adminga yozinglar. Shunaqa qilib farzandli bo'lgandan keyin osilgan qorinlarni ketkazish mumkin. Mana 2ta farzandim bor. Bukurlik ham ketadimi? Всё, ketadi. Men ularning savoliga javob berdim. Rahmat hammaga, qirolichalar.
Sizlardan minnatdorman borligingiz uchun, meni kuzatganingiz uchun, birga bo'lganingiz uchun rahmat. Marafongacha 18-may boshlanadi. Xayr, hammaga rahmat. Telegramdagilar eshitilgan bo'lsa bo'ldi ish qilib. Tak. Ko'rishguncha storieslarda, reelslarda ko'rishamiz endi. Tak. Qanaqa o'chirilardi?